Hech o'ylab ko'rganmisiz, birovlarga eng keraksiz narsalar o'zi nima? Xo'sh, ishlamaydigan miyangizni ishlatib o'tirmang. Men o'zim sizlarga hozir 3 ta narsani sanab o'taman. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yasiz. Agar fikrim to'g'ri bo'lsa, kommentga plus yozib qo'yasiz. Kelinglar, o'zim sizlarga sanab beraman o'sha 3 ta eng muhim narsalar ro'yxatini. 3-o'rnimizda mega kopilka turibdi. Mega kopilka nimaga eng muhim narsalar ro'yxatida turibdi desalar, mega kopilka bir oyda bir marta keladi. Shunda ham zadeshka bilan keladi. Sizlar 2 soat kamida kutasizlar u kelishini. Sovg'alarni olishni 2 soat kamida kutganinglardan keyin bir tinga qimmat narsalar tushishni boshlaydi. Vaynoy azoblanasizlar xullas. Mega kopilka bo'lmaydigan narsalar ro'yxatida 3-o'rinda turibdi. Xatiyabi bir musor tanga balobattalar deb turgani uchun. 2-o'rinda Brawl TV turibdi. Brawl TV o'zi nimaga kerak, o'zi nima uchun chiqarilgan degan savol hammani qiynab kelgan. Meni ham shu savol qiynab kelyapti. O'ylanglar-da. Brawl Stars o'zi bir o'yin. Hamma o'ynaydigan, maza qilib, kayf qilib o'ynaydigan o'yin. Siz o'yinda birovlarning o'yinini tomosha qilib nima foyda topasiz? Sizga savol. Undan YouTube'da tomosha qilib o'tirgan yaxshi emasmi, Brawl TV'da tomosha qilib o'tirgandan ko'ra? Shu savolga qisqa qilib javob bergan bo'lardim. Brawl TV musor. Keyingi eng ashaddiy va eng musor umuman chiqarilganidan hamma afsuslanadigan narsalardan biri bu report degan narsa. Report o'zi nima u? Report bilmayman men o'zi report nimaga chiqarilgan. Report biz o'ylaymiz, ishlamaydigan miyamiz bilan report bersak, hozir o'sha qo'li qaltiroq randomlar, miyasini o'rnida po'lashgan randomlar, miyasi bilan qonuniy ajrashgan randomlar o'yin olmasa, biz ularga report bersak, banga kiradi deb o'ylaydi, lekin aslida baloni yeb shu gapimizga hech qanaqa banga kirmaydi. Qo'li qaltiroq o'yinchi doim qo'li qaltiroqligicha qoladi. Har o'yinda baribir chiqadi shunaqa randomlar. Report bergan taqdirimizda ham baribir unga hech narsa qilmaydi. Report o'zi nimaga berganimizni ham bilmaymiz, o'zi nima foyda tegadi, o'zi ta'sir qiladimi unga report berganimiz bilan hech kim bilmaydi u narsani. Shuning uchun report degan narsani men birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. Hech kimga kerak emas, foydasiz, musor narsa. Maslahat beraman, report degan narsani ishlatishdi. O'zi olib tashlash kerak Supercell bunday musor narsani. Agar fikrim to'g'ri bo'lsa, kommentariyaga to'g'ri deb yozib ketinglar. Agar to'g'ri bo'lmasa, mayli. O'zingiz to'g'ri deb bilgan narsani yozib keting. Sizlar bilan Kavil bilsa kanali bo'ldi. Iltimos, keyingi videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.